dam solaman. Tuf, suf. Bugun ishimda birinchi kuni. Boshlig'imda juda qattiq qo'l deyapti. Big'inlab ko'ngliga kirib olsam. Xitoydan kelgan mehmonlarimiz bilan uchrashuv bor. Tayyor turinglar. Detskiy qiz chiqdimi? Ha, mayli, boshliqning qizi bo'lsa kerak-da. Puchi. Qana amaksi kelsinchi? Totoy. Kashangni ichib chiqdingmi? Birinchidan puchi emas, Rayhon G'aniyeva. Ya'ni seni boshlig'ing. Ikkinchidan kashan detskiylar ekan. Demak, sen ichasan detskiysan-ku. Uchinchidan erkak kishi sal jiddiyroq bo'ladi. Onangni kerak. Cho'chima qo'zim, yoningda o'zim. Davay, поехали. Voy, onasini emsin. Nima bola, bu bolaga faqat pensiyani pulini yedirganmi? 70 yoshli kampirlar deb fikrlayapti. Boshlig'im. Obbo boshlig'im. Endi sizni qaysi bog'chaga olib boray? Bog'chaga bolalaringni borasan. Hozir bu joyda obed qilamiz. Bo'ldi boshlig'im. Bo'ldi, hop. Alhamdulillah. Keyin ofisga boramiz. Maylisim bor. Onangni ham girmatingiz. Voy, yo'lingga qarab yursang bo'lmaydimi? Ho'p, nima shallaqlik qilasan, farosatsiz? Ayb o'zingda-yu palasadan chiqib ketding. O'zini qarang, tiqilib kelishini. Ko'rmayapsanmi? Bechora o'zi Matizda yuribdi. Yoshi katta odam ekan. Ro'zg'orga 1-2 so'm topaman deb chiqqanda. Ko'ryapsanmi, ukajon, o'zi yashash qiyin bo'lib ketyapti. Ishlagan odam tishlashni ham bilish kerak. Barbekü burger mazza-da. Boshliq, sir olmasa shuncha boylikka qanday erishgansiz? Yoshligimda uxlamasdan harakat qilganman. Oyning 15 qorong'u, 15 yorong'u. Yomon qilasizda boshlig'im. Meni ham og'zimga tupurib qo'ying, bir sizga o'xshab yuray. To'xtat mashinani. Bo'ldi, boshliq, mashina to'xtataman. Boshlig'im. Jonim boshlig'im. Boshlig'im. Obbo, burunam bir haftadan beri qoqilmaganmi? Ovozi mashaqqatcha eshitildi. Nimaga bunaqa mafiya joylarga keldik? Yaxshi bolaga o'xshaysan. Hamma boyligimni senga topshirdim. Boylik? Boshlig'im meni tashlab ketmang. Rayhon opa va Bunoga Boshliq, meni tashlab ketmang.